Turmush o'rtog'i ayol kishiga xiyonat qilganda ayollar ikki turga bo'linadi. Birinchi turdagi ayollar ajrim yo'lini tanlashadi yoki bu vaziyatdan qochishni istashadi. Ikkinchi turdagi ayollar hech narsa bo'lmagandek bu vaziyatga ko'z yumib, hattoki turmush o'rtog'iga bu haqda bilganini ham aytmaslikni lozim tutadi. Bu ikkala vaziyat ham yaxshilikka olib kelmaydi va bu bevosita sizni munosabatlaringizga salbiy ta'sir ko'rsatishni boshlaydi. Ajrim yo'lida siz anglamagan narsangizni boshqa oilaga olib borganingizda bu munosabatlar yechimi bo'lmagani uchun u turmushda ham buni takrorlashingiz va bu xatolar ustida ishlamasligingiz mumkin. Lekin indamaslik ham sizni ichki emotsiyalaringizni yutilishiga va sizni qandaydir kasalliklarga olib kelishiga, bu vaziyatga aniqlik kiritmasdan bu vaziyatni turmush o'rtog'ingiz bilan gaplashmasligingiz esa sizni jinsiy munosabatingizga ham, turmushdagi munosabatingizga ham salbiy ta'sir ko'rsatishni boshlaydi. Eng yaxshi yechim bu hozir va shu yerda bo'lib turib, turmush o'rtog'ingizga hozirgi hissiyotingizni uzatish va bu munosabat nimaga sodir bo'lgani va qanday nima qilsa bunga yechim topish haqida gaplashib olishingiz zarur bo'ladi.